Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan bugun oppoq non haqida va uning zararlari haqida suhbatlashamiz. Endi hadisga murojaat qilamiz avvalo. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday hadislari bor. Mendan keyingi ummatlarimni eng ko'p qiynaydigan va tez o'ldiradigan narsa bu oppoq non deb aytgan. Nima uchun shunday deb aytgan? Fan buni o'rganib chiqdi. Oppoq non nima uchun insonga ziyon? Shuni o'rganib chiqdiki, oppoq non qachonki bir xamir qilganingizda yoki bo'lmasam xamirli ovqatlar qilganingizda oppoq non uzilmaydi. Cho'ziladi, masalan, lag'mon qilganingizda ham cho'ziladi, lekin uzilmaydi. Sababi oppoq nonda biz bir-biriga birikuvchi kuchli modda bor. Xo'p, biz oppoq non iste'mol qilganimizda uni og'iz bilan chaynaymiz, ma'lum miqdorda bo'laklarga bo'lamiz. Lekin to'liq ravishda chaynalmaydi-da, oshqozonga tushadi. Oshqozon ham oppoq nonni hazm qilishi juda ham qiyin bo'ladi. Ichaklarda ham surilish qiyin bo'ladi va yo'g'on ichakka kelib uzoq vaqt turib qoladi. Va buning natijasida yo'g'on ichakda kalit kasalligi, ya'ni yo'g'on ichak kasalligi boshlanadi. U yerga axlat bir necha miqdorda ortiqcha to'planib qoladi. Hazm jarayon qiyin kechadi, ichak devorlariga yopishib qoladi va oppoq nonni orqa peshobga qarab yurishi qiyin bo'ladi. Endi qanaqa non yeyish kerak va non o'zi qanaqa? U nondan maqsad, yeyishdan maqsad nima? Mana bular to'g'risida sizlarga ozgina tushuncha beraman. Bizni tabiatimizda pishadigan meva-chevalarning ichida eng uzoqda pishadigan bu bug'doy bo'ladi. Misol uchun olmani oladigan bo'lsak, 3 oyda ertangi olmalar 4 oyda pishadi. Kechki olmalar uzog'i bilan 5 oy, 6 oyda pishib, yetilib, uni iste'molga yaroqli bo'ladi. Qovun to'g'rozlariga keladigan bo'lsak, yoki boshqa mahsulotlarga, tabiat qo'ynida pishadigan meva-chevalar hammasi eng ko'pi bilan 5 oy, 6 oy davomida yetilib, pishib, iste'molga tayyor bo'ladi. Endi bug'doyga keladigan bo'lsak, bug'doy oktyabr oyida sepiladi va oktyabr oyini o'zida unib chiqadi. Endi hisoblab ko'ring. Oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, moy. 8 oy bo'ldi. Iyun oyida o'rib olinadi. 9 oy davomida quyosh energiyasiga eng ko'p to'yadigan mahsulot bu bug'doy bo'ladi. Shu quyosh energiyasidagi D vitamini inson organizmiga juda ham kerakli bo'lgan vitamin hisoblanadi. Shu quyosh energiyasiga to'ygan D vitamini qabul qilgan mahsulotni biz hayvonlarga beramiz, ya'ni kepagini. Ichidagi quyosh energiyasi kam olgan mahsulotni biz oziq-ovqat mahsulotlari sifatida foydalanamiz. Masalan, non qilib yeymiz, pishiriqlar tayyorlaymiz, xamirli ovqatlar tayyorlaymiz. Xamirli ovqatlar asosan birinchi sort yoki oliy sort un mahsulotlaridan tayyorlanadi. Buni insonga qanday ziyoni bor? Ziyonini hozir sizlarga aytib o'tdim. Eng kerakli joyi uni qobig'ida, ya'ni kepakda bo'ladi. Endi kepak qo'shib non qiladigan bo'lsa, quyosh energiyasi bilan ta'minlanadi va ichki organizm quyosh energiyasiga to'yinadi. Juda ko'p davlatlarda hozirgi kunda quyosh energiyasi yetishmasligidan odamlar aziyat chekyapti. Endi ichak kasalliklari, oshqozon kasalliklari, yo'g'on ichak kasalliklari va bir qancha kasalliklar shuni orqasidan asta-sekin rivojlanyapti. Bu endi bir tomonlama gapiryapman. O'sha uzoq quyosh energiyasini olgan bug'doy mahsulotini kepagi bizga suv bilan havodek qanday kerak bo'lsa, xuddi shunday kerak. Endi buni videoni bir necha marta qaytarib ko'rib, bu mahsulotlarni yozib olishingiz mumkin. Ana endi boshlaymiz. Agar siz 6 kilo un bilan xamir qilib tandirga yopadigan bo'lsangiz, shu 6 kilo unni 4,5 kilosini oq undan tayyorlasangiz bo'laveradi. Unga 1 kilo yoki 800 gram kepak qo'shiladi, 4 dona tuxum chaqiladi, 100 gram semishka yog'i qo'shiladi. Endi tabga qarab
500 gram, 400 gram no'xat unini ham qo'shib yuborsangiz bo'laveradi. Xamir qorib, shundan non tayyorlaydigan bo'lsangiz va o'sha pishgan nonni yeydigan bo'lsangiz, uni qo'l bilan nonni sindirganingizda osongina sinadi. Hattoki bunga 200 gram, 300 gram makka unini ham qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Qo'lingizda osongina singan non og'iz bo'shlig'ida, tishlarda orasida juda ham oson maydalanadi. Oson maydalangan nonni oshqozon ham oson o'zlashtiradi va mayda uzoq vaqt chaynaganingizda non tomog'ingizdan o'tmaydi, o'zi oqib o'tib ketadi. Ana endi oshqozonga maydalab uqalanib, mayda chaynalgan non so'lak bezlariga aralashib tushgandan keyin oshqozon ham qiynalmaydi. Oshqozondan keyin 12 barmoq ichak asosiy hazm jarayoni boshlandi endi. Oshqozonda yengilgina hazm jarayoni bo'ladi xolos. 12 barmoq ichakda hazm jarayoni bo'ladi. O't o'z suyuqligini 12 barmoqqa quyadi. U yerda hazm jarayoni asta davom etadi. 12 barmoqdan surilib ingichka ichaklarga tushadi. Endi ingichka ichak o'rsinkalari orqali qonga so'riladi. Endi davom etishi. Qonga D vitamini so'rilib, quyosh energiyasi bilan inson ta'minlanyapti. U endi aylanib borib yo'g'on ichakka tushadi. Yo'g'on ichakka tushgandan keyin yo'g'on ichakda ham ichak devorlariga turib qolmaydi. Osongina surilib oxiri orqa peshob orqali tashqariga chiqib ketadi. Xo'p, oppoq nonni yemaslik uchun nima qilish kerak? O'zingiz uy sharoitida tandirga yopib yeydigan bo'lsangiz, shu yo'g'on ichak kasalliklarini, oshqozon kasalliklarini rivojlanmasligiga sababchi bo'lasiz. Ya'ni ishlaringiz yaxshi yuradigan bo'ladi. Hozirgi kunda ich qotish, yo'g'on ichak kasalliklari borgan sari ko'payib boryapti. Agar birorta bir ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bundan tashqari, yo'g'on ichak kasalliklari keltirib chiqaradigan narsa faqat nonnigina o'zi emas. Boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ham uzoq chaynab, yaxshilab chaynab yutadigan bo'lsangiz, ichaklarda ham oson so'riladi va hazm jarayoni oson kechadi. Yo'g'on ichak kasalliklaridan teri kasalliklari, gaymarit kasalliklari, teridagi toshmalar, badanda qichishishi, o't pufak kasalliklari, jigar kasalliklariga, bundan tashqari hattoki buyrak kasalliklariga, ichki kasalliklarda hammasini kelib chiqishi noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadi. Agar sizlarda ham yo'g'on ichak kasalliklari bo'layotgan bo'lsa, ich qotish, kolit kasalliklariga uchrayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ovqatlanish rejimiga amal qilishingiz mumkin. Biz bergan tavsiyalarga amal qilsangiz, albatta sog'lom bo'lasiz. Yo'q, agar siz buni vaqtidan o'tkazib, 3 kunlab, 4 kunlab, haftalab ichingiz kelmayotgan bo'lsa va bu qabziyat kasalligi sizda 1 oy, 2 oy, ehtimol yillar davomida qayta bo'layotgan bo'lsa, bizni 10 kunlik sog'lomlashtirish kursiga kelib, ichaklaringizni oxirigacha yo'g'on ichak, ingichka ichak, hattoki 12 barmoq ichakgacha bir qator tozalatib, ovqatlanishga rioya qilgan holatda yaxshi tuzalib ketishingiz imkoniyatingiz bor. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yanagi videolarda ko'rishguncha hech qachon kasal bo'lmang.